Assalomu alaykum hammaga. Namanganda hali bunaqasi bo'lmagan. Ilhomboy avtobozorcha sizlar uchun yangi bir aksiya e'lon qildik. Aksiyaning shartlari bilan sizni tanishtirib o'taman. Ilhomboy bozorchasidan kelib, xohlagan mashinani xarid qilasiz. Xohlang Spark, xohlang Damas, xohlang Matiz farqi yo'q. Qanaqa mashina xarid qilsangiz ham, xohlang Tracker, avtomat yoki mexanika qizig'i yo'q. Siz mashina xarid qilasiz. Xarid qilgan klientimizning telefon raqamini bitta qog'ozchaga yozamiz. Bu qog'ozchani maxsus qutiga tashlaymiz. Har 8-jumada g'olibni aniqlash uchun qutichani onlayn efir qilib, ko'chadan o'tayotgan любой bitta odamni to'xtatamiz. Iltimos qilamiz o'sha okadan bitta nomerni tanlab berishlarini, qutining ichiga qo'llarini tiqadilar, qaramaydilar. O'sha qutining ichidan chiqqan nomer egasiga telefon qilamiz. O'sha odamga bitta Matiz Ilhomboy avtobozorchadan podarka bo'ladi, sovg'a sifatida. Marhamat, Ilhomboy avtobozorchani kuzatib boring, kanalga obuna bo'ling, bizdan kelib mashina xarid qiling, sovg'asiga Matiz yutib oling.